psixologni faqat eri xiyonat qilganda, bolasi injiq bo'lganida, o'zi kasal bo'lganida, ota-onasi bilan kelishmaganida bormaydi. Hozirgi zamonda psixologga borish aslo uyat emas, balki yildan yilga hattoki zarurat bo'lib qolmoqda. Nima uchun? Zamonamiz tezkor rivojlanib bormoqda. Har bir inson mana shu tezkor rivojlanayotgan zamonda nimagadir ulgurib qolish uchun o'zi ham xohlasa xohlamasa tezlashmoqda. Hozir mana o'zimni 6 yashar jiyanimga qarasam, mani 6 yashar farzandim shu 6 yoshligida shuncha narsa bilarmidi deb o'ylayman. Hozir 20 yil oldin biz 6 yashar farzandimizga o'rgatgan narsamiz bugungi 6 yasharli bolaga kamlik qilyapti. Demakki, yoshmi, kattami, tezkor zamonda tezlashib ketdi. Tezlashib ketgandan keyin bir-birini eshitish, bir-birini his qilish, u yoqda tursin, o'zini tushunishga, o'zini his qilishga odam ulgurmayapti. Bu narsa esa juda tez emotsional выгорание deydi, ya'ni emotsional charchoqlikka, kuyishga olib kelmoqda. Shuning uchun har qanday vaziyatda ham psixolog bilan ishlash uyat emas, balki o'ziga yordam berish, o'zini resurs holatida bo'lishga, har qancha zamon rivojlanib, tezlashib ketgan holatda ham ichki xotirjamlikni saqlagan holda maqsadlari sari to'xtamasdan, lekin o'zi istagan tempda borish imkonini beradi. Shuning uchun ham psixolog bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Demak, psixolog bilan ishlagan odam nimada yutar ekan? Birinchi navbatda ichki xotirjamlikda, ikkinchisi o'zini tempiga ega bo'ladi. Va mana shu tempi har qancha yugurib ketayotgan zamondan orqada qolish bo'lmaydi. Demak, o'zini tempida, ichki xotirjam holda, o'ziga ishongan holda, maqsadlarini aniq tanib olgan holda, o'z his-tuyg'ularini tushungan holda, o'z qadriyatlariga sadoqatli holda qolishga yordam beradi. Shuning uchun psixologni faqat eri xiyonat qilganda, bolasi injiq bo'lganida, o'zi kasal bo'lganida, ota-onasi bilan kelishmaganida bormaydi. Psixolog oldiga o'zini ustida ishlash uchun boradi. O'zini bugungi hayotida yana ham kuchliroq bo'lishga, intellektual salohiyatini ishga tushirishda, o'zidagi holatini yaxshilashga psixologga borish kerak deb o'ylayman va tavsiya qilaman.